Bismillah, alhamdulillah, subhanalloh. Allohning o'zidangina yordam so'rab, ma'siyat va gunoh amallarimizni kechirishini so'raymiz. Kimni Alloh to'g'ri yo'lga boshlasa, uni adashtirguvchi yo'qdir va kimni Alloh adashtirsa, uni to'g'ri yo'lga solguvchi yo'qdir. Sig'inishlikka o'zidan boshqa loyiq zot bo'lmagan va ma'budlikda sherigi yo'q Allohga guvohlik beraman va guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning quli va elchisidir. Ey iymon keltirganlar, Allohdan haqiqiy qo'rqishlik bilan qo'rqinglar va faqat musulmon bo'lgan holingizdagina o'linglar. Ey insonlar, sizlarni bir jondan yaratgan va undan juftini vujudga keltirgan hamda u ikkovidan ko'p erkak va ayollarni tarqatgan Parvardigoringizdan qo'rqingiz. Yana oralaringizdagi savol-javoblarda o'rtaga nomi solinadigan Allohdan qo'rqingiz va qarindosh urug'laringiz bilan ajralib ketishdan saqlaningiz. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqing va faqat rost so'zni so'zlang. Shunda Alloh gunohlaringizni kechib, ishlaringizni isloh qiladi. Kim Allohga va uning payg'ambarga bo'ysunsa, najot topibdi. So'ng haq so'z bu Allohning kitobidir. Eng to'g'ri yo'l Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'lidir. Eng yomon ish bu dinga kiritilgan yangilikdir va har bir yangilik bid'atdir va har bir bid'at zalolatdir va har bir zalolat do'zaxdadir. Sizu bizni Alloh o'zining azobi va qahridan saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi ma'ruzani qisqaroq qilishga harakat qilaman, chunki o'tgan safargi darsimiz biroz cho'zilib ketdi. Lekin qilinadigan ma'ruza yanada ko'proq vaqt ajratishga loyiqdir. Bugun kohin sehrgarlarning xatti-harakatiga qarab, ularni qanday tanib olish mumkinligi haqida gaplashamiz. Imkoniyatimiz boricha ko'z tegishi to'g'risida to'xtalamiz va bu o'ta xatarli narsa. Shu sababli ko'z tegishi mavzusini batafsil tushuntirish zarur. Ko'z tegishi Alloh rahim qilganlardan boshqa barchani boshiga tushishi mumkin. Demak, biz sehrgarlarning belgilari haqida gaplashamiz. Chunki siz afsun bilan shug'ullanadiganlarni tanib olishingiz kerak. Ular shunday odamlarki, xalq orasida sehrgar deb nom chiqarmagan. Ularni odamlar qandaydir shayx, mavlona, pir, avliyo, azimxon yoki duogo'y deb bilishadi. Ularni afsungarligini bildiradigan belgilari bor. Agar sen ularda shu belgilarni ko'rsang, bilginki, u sehrgardir. Ishonaver, u aniq afsungardir. Ular o'ta ehtiyotkor ishlaydi. Shu sababli ham odamlar ularni kohin deb tanimaydi. Ular xalq orasida pir, ustoz, hazrat, mavlona, duogo'y deb tanilgandir. Aslida u kohindir. Afsungarlikning bir necha yo'nalishi bor. U o'sha yo'nalishlardan biri bilan shug'ullanadi. Kimni oldiga borishingdan qat'iy nazar seni isming va onangning ismini so'rasa, bilginki u sehrgar. Ishonaver, qarshingda sehrgar turibdi. Aks holda seni va onangning ismi bilan qiziqmas edi. Chunki seni va onangning ismini bilishni hojati yo'q agarda u sehrgar bo'lmasa. U senga duo ta'sir qilish uchun zarur degan vajlarni aytib bo'lsa-da, sehrlanadigan odamni va onasini ismini bilib oladi. Undaylar gapirganda go'zal, yaltiroq so'zlar bilan gapiradi. Sababi ular jinlar bilan hamkorlik qiladi va bu haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganki, astag'firullah. Shuningdek, har bir payg'ambar uchun insu jindan bo'lgan shaytonlarni dushman qilib qo'ydik. Ular bir-birlarini aldash uchun go'zal, yaltiroq so'zlar bilan vasvasa qiladilar. Shu yo'l bilan ular seni turli bema'nigarchiliklarga ishontiradi, kohinligini sezdirmaslik uchun harakat qiladi. Demak, sehrgarning birinchi alomati onangning ismini so'rashligidir. Menimcha avvalda sizlarga nega aynan onangning ismini so'rashligini tushuntirib o'tganman. To'g'rimi? Nima sababdan onangning ismini so'rashlik sirini fosh qilganman. Shu sababli kimnidir oldiga borsang-ku, u seni va onangning ismi bilan qiziqsa, darhol o'rningdan turda chiqib ket. U yerdan boshqa sababni vaj qilib yaxshilikcha chiqib ket. Negaki u sendan xavfsirab kelajakda senga zarar yetkazishini o'ylab qolmasin. Negaki ularning qo'lidan faqat buzuqlik va yovuzlik keladi. Men sizlarga jiddiy aytayapman. Agar seni undan xavfsiraganingni sezib qolsa, senga zarar yetkazishi mumkin. Negaki u afsungar. Demak, bu birinchi alomat. Kohinning ikkinchi alomati kitob ochib ko'rishi.
Ha, kitob ochib ko'rishlik bu ham sehrgarlikning bir yo'nalishi. Demak, u yerdan ham darhol chiqib ketish chorasini ko'r. U senga kel o'tir, senga kitob ochib ko'raylikchi deyishi yoki tasbihni olib u yoqdan bu yoqqa o'tkazadi va tasbihni senga uzatib, bitta tasbih donasini tanla va oyog'ingni yerga ur deydi. Sehrning yo'nalishlaridan qumga chizadiganlari bor, chig'anoqlar bilan fol ko'radiganlari, kaftga qarab, qahva quyqumiga qarab fol ochadiganlari bor. Gazetadagi goroskop ham sehrgarlikning bir turi. Bularni barchasi sehrdir. Agar shu ishlar bilan shug'ullanadigan odamni uchratsang, bilginki u sehrgar. Bo'lib hamki u senga bir nimalar yozilgan tumorni berib taqib yur desa, ishonaver, u aniq sehrgar. Agar senga kimdir qog'ozga o'ralgan tutatqi bersa, uni tumor bilan adashtirma. Tutatqida har xil yozuvlar va muhrlar bo'lmaydi. Unda faqat top-toza qog'ozga o'ralgan turli dorivor giyohlar bo'ladi, xolos. Shu sababli tutatqidan foydalanishga ruxsat bor. Negaki juda ko'p dorivor giyohlar mavjud. Ayniqsa bosh og'riganda foydasi tegadiganlari bor. Men bu haqida sizlarga aytib o'tgandim. Hech qanday yozuvlarsiz, muhrlarsiz va kuf-suflarsiz toza qog'ozga o'ralgan dorivor giyohlar bo'lsa, bosh og'riganda foydalansa joizdir. Qog'ozga allam balolarni yozib senga bersa-da va aytsa, o'zing bilan doimo olib yur desa, bilginki u ham sehrgardir. Ular hammasini o'ylab qo'ygan. Shu sababli senga aytadiki, qog'ozni ichini ocha ko'rma. O'zing bilan olib yursang kifoya. Agar ichini ochsang, tumor o'z kuchini yo'qotadi deb chalg'itadi. O'shanday tumorlarni odamlar bizga olib kelib, bu tumorni bergan odam, agar tumorni ichini ochib ko'rsang, bosh og'rig'ingni davolab bo'lmaydi deb qo'rqitishgan derdi. Ba'zilarini aytishi bo'yicha ularni tumori himoyalangan emish. Demak, bir sehr ikkinchi bir sehrni himoya qiladi. Tumorni sehrini ketkazish uchun yana bir sehr ishlatish kerak. Bularni hammasi afsungarlikdir. Kimdir senga tumor berib, bilagingga bog'lab yur, bo'yningga osib ol yoki o'zing bilan olib yur desa, bilginki u ham sehrgardir. Kimdir senga bitikli qog'ozni berib, do'koningga yoki uyingni biror yerga osib qo'y desa, bilginki u ham sehrgardir. Agarda u qog'ozlarni ichini ochib ko'rsang, tushunarsiz so'zlar va muhrlardan iborat bo'ladi. Bularni hech qaysi birini umuman dinga aloqasi yo'q. Bu hammasi sehr joduga tegishli bitiklardir. Ular hammasini oldindan o'ylab qo'ygan. Ularni aytishicha, bu ismlar Shom yozuvida yozilgan. Agarda tumorni ochib o'qisang, unda Saksahobi, Mahmabobi ismlarni o'qishing mumkin. Ularni aytishicha, bu hammasi Shomcha ismlarmish. Ular bu ismlarni Qur'on oyatlari orasiga tiqishtiradi, basmalaning ham ichiga aralashtiradi. Bismillah so'zini yozib yuqoridagi ismlardan birini qo'shadi. La ilaha illallohdan keyin yana o'shanday ism. Shubhasiz u sehrgardir. Tushuntira oldimmi? Agar ulardan nega oyatlarning orasiga tushunarsiz so'zlarni qo'shyapsan deb so'rasang, ularda javob tayyor. Avvallari ular bu haqida so'rama der edi. Hozir esa ularda har bir savolga javob bor. Ya'ni o'zlarini oqlaydigan bahonasi bor. Oldimga keldingmi? Muammoingni hal qilish haqida o'yla. Bu yozuvlar bilan ishing bo'lmasin deydi. Masalan, bu yerda ular kar, saqo, ko'rdirlar, demak yo'llardan qaytmaydilar. Bu Qur'onni o'zgartirishdir. Aytingchi, qayt nima degani? Bu Qur'onni o'zgartirishdir. Aytingchi, qayt nima degani? Ular oyatlarni to'liq yozmaydilar. Aynan shu Qur'onni buzishdir. Misol uchun, seni isming Ahmad bo'lsa, seni deb chaqirsa to'g'ri bo'ladimi? Ahim bu nima degani? Axir bu maynavozchilik-ku. Seni isming yoki Ahimmi? Ular karsaqov ko'rdirlar, demak yo'llardan qayt. Nega u oyatni to'liq yozmayapti? Negaki u oyatni to'liq yozishni xohlamaydi. Oyat chalaligicha qoladi. Mana shu Qur'onni o'zgartirishdir. Mana shu zalolatdir va Qur'onni masxaralashdir. Ular hammasi sehrga mukkasidan ketgan kohinlardir. Agar senga kimdir muhr chizilgan qog'ozni bersa, bilginki u kohin. Lekin darrov unga sen sehrgar kohin, dinsiz ekansan deyishni keragi yo'q. Bunday qilish xavfli. Negaki ular Allohdan qo'rqmaydigan odamlardir. U kim bo'lishidan qat'iy nazar Allohdan qo'rqmaydi. Agar sen uni ayblasang, u darhol senga jinlar jamoasini yuborib zarar yetkazishga harakat qiladi. Shu sababli sen darrov o'rningdan turgunda bir bahonani sabab qilib u yerdan chiqib ket. Negaki sen unday joyda o'tirib qolsang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni kimki folbin yoki kohinni oldiga borib uni aytganlariga ishonsa, shubhasiz u Muhammadga tushgan narsaga kufr keltiribdi hadislariga
ishlarga tushib qolmagin. Agar sen borsang-ku, lekin ishonmasang, masalan, kimgadir sherik bo'lib borib qolding yoki boshqa sabab bilan, lekin sen u xudosizni gapiga ishonmasang, ibodatingni 40 kungacha Alloh qabul qilmaydi. Agar kimdir folbin kohinni oldiga borib, undan biron narsa haqida so'rasa, 40 kungacha ibodati qabul qilinmas. Demak, undaylarni oldiga borish o'ta xatarlidir. Undaylarni oldiga borma. Lekin sen hojating sabab yaxshi nom chiqargan, to'g'ri yo'ldagi odam deb bilgan odamingni oldiga borsang, umuman olganda sen odamlarga nisbatan yaxshi gumonda bo'l. Xullas, sen ruqiya o'qiydigan deb nom chiqargan Azimxonni oldiga muammoing bilan bording, lekin sen ko'rdingki, u xudosizni ishini qildi. Bu holatda sen hadisga tushmaysan, negaki sen uni to'g'ri yo'ldagi odam deb bilarding, lekin senga ayon bo'ldiki, u kohindir. Demak, darhol u yerdan ket, ushlanib qolma. Agarda u yerda o'tirib qolsang, hadisga tushib qolasan, bildingki, u sehrgar, darhol ket. Shunda hadisga tushmaslik ehtimoli bor. Negaki sen bilmas eding u hasratni shaytonlar bilan ishlashligini. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, ular kufr so'zlarini Shom tilidagi yozuv deb isbotlamoqchi bo'ladi. Bilib qo'yingki, Shom tilidagi ismlar arab tilidan farq qiladi. Arab tilidagi Qur'on ham farq qiladi. Allohni 99 ta go'zal ism sifatlarini vasila qilib duo qilamiz va yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Allohni sifatlagan ismlari bor. Biz faqat o'sha ismlar bilangina Allohga murojaat qilamiz. Yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Allohni shomiy tildagi ism sifatlaridan biri saksaxobi dedimi? Unday yaramaslarni qo'llab-quvvatlovchi yuqori martabali odamlar bor. Bu hammasi shomiy tildagi Allohning ismlari deydigan professor bor. Uni aytishicha, unday ismlar Shom tilidagi Allohning ismlari emish. Sig'inilishga o'zidan boshqa loyiq zot bo'lmagan Allohga qasamki, u professorni tasdiqlashcha saksaxobi degan ism Shom tilidagi Allohning ism sifatlaridan emish. Odamzod adashsa shunchalik adashardi. U xartumdagi eng adashgan odamdir. Professor bo'lmay o'l. Shomiy ismlar qayda-yu, Allohning ism sifatlari qayda? Sen marazni daliling qani? Ustingdan sovuq suv quy, zora aqling kirsa. Allohga qasamki, seni diploming Allohning nazdida chivinni qanoticha qadrga ega emas. Diplomim bor ekan deb og'zingga kelganini gapiraverasanmi? Qiyomat kuni Allohni saksaxobi deb chaqirasanmi? Men professorman, meni jannatga dohil qil deysanmi? Bor o'sha diploming bilan shu gaplarni aytchi. Allohga qasamki, sen do'zaxga loyiqsan. Senga diplomni tirikchilik qilishing uchun berishgan. Dinda aqling yetmagan narsalarga fatvo berish uchun emas. Arab tili bilan ajam tilini qanday bog'liqligi bo'lishi mumkin? Bo'lib hamki, Qur'on lafzini dinga, Qur'onga tushunarsiz so'zlarni aralashtirishga nima haqqing bor? Qur'onga hatto arab so'zlarini qo'shish mumkin emas. Qur'onni to'g'ri va to'liq o'qing-da, Allohga duo qiling. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Sen esa bismillahni yozib oraga so'z qo'shasan, Ar-Rahmanni yozib oraga begona so'z qo'shasan, Ar-Rahimga tushunarsiz ismlarni aralashtirib yozasan va o'sha holatda qoldirasan. Ular o'zlarini oqlamoqchi bo'ladi, lekin ular shubhasiz dinsiz kohinlardir. Kohinliklarni o'zlari tan oladimi, yo'qmi? Ahamiyati yo'q. Ular hammasi mukkasidan ketgan kohinlardir, lekin birortasi sehrgarligini tan olmaydi. Avval aytganimdek, ularni birontasi qilgan amallar uchun Allohga tavba qilishni o'ylab ham ko'rmaydi. Hech qachon. Albatta Alloh rahim qilganlardan tashqari, ayniqsa jinlar bilan uzviy ishlaydiganlari tavba qilmaydi. Negaki bir qancha sabablar bor. Birinchidan, obro' e'tibor, taniqlilik va moddiy boylik. Ikkinchidan, hech qaysi odam, misol uchun shu yerda o'tirganlar farishtamisizlar? Yo'q albatta. Gunohdan ma'summisizlar? Yo'q albatta. Balkim ichingizdan birortalaringiz qilgan yashirin va oshkora gunohlari haqida mana bu yerda minbarga chiqib odamlarga gapirib berishni xohlar. Negaki u sehrgarlar og'ir gunohlarni amalga oshirgan. Shu sababli u shunchaki o'rnidan turib gunohlari haqida gapirib bera olmaydi. Buni faqat jasur odamgina qilishi mumkin. Faqat ugina qilgan gunohlarni sanab berishi mumkin. Mana shu yerda o'tirganlardan birontangiz gunoh qilmaganmisiz? Qani kim minbarga chiqib gunohlari haqida gapira oladi? Mana meni gunohi kabiralarni qilishlikda katta amaliyotim bor. Og'ir jinoyatlarga qo'l urganman. Qani ichingizdan qay biringiz menga o'xshab odamlarga o'z gunohlari haqida gapirib bera oladimi? Kimdir qila oladimi? Orangizda bormi o'shanday jasur odam? Nega jimsizlar? Yo sizlar farishtamisiz? Nima umuman gunoh qilmaganmisiz? Ko'rdingizmi? Aynan shu narsa ularni tavba qilishlik
eshikdan to'sadi. Agar tavba qilsa ham bandasiga bildirmaydi. Chunki uni zinokorligini, yolg'onchiligini, Qur'onni xorlaganini, oyatlarni najas bilan yozganligini va oyatlarga o'zgartirish kiritganligini odamlar bilib qolishligini xohlamaydi. Bu ikkinchi sabab edi. Sababning uchinchisi dushmanlikdir. Ya'ni shayton va jinlarning hammasi senga qarshi dushmanga aylanadi. Ularning xavflilari g'azabnok jinlardir. Negaki ular yordamida boshqa sehrgarlar sen bilan kurashadi. Jinlar uxlamaydi, charchamaydi, kecha-yu kunduzi seni kuzatadi. Agar sen avvalda ular bilan hamkorlik qilgan bo'lsang, keyin tavba qilib ularni kirdikorlari haqida odamlarga gapirib yursang, ular seni tinch qo'ymaydi. Agar sen ziyrak bo'lsang, o'zingni zikrlar bilan himoyalasang va albatta Alloh seni saqlasa, jinlarning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Jinkashlar qilayotgan ishlarini ruxsat berilgan ishlar deb oqlashga urinadi. Xo'sh, ular o'zlarini qanday oqlaydi? Ular bu ahmoqgarchiliklarni ilohiy ilm deb ataydi. Iddaolaricha zohiriy va botiniy ilmlar bor, ya'ni ochiq, oydin va yashirin bilimlar. Ularning iddaosicha ular yashirin ilmlar ichida yashaydi. Oddiy xalq esa yuzaki bilimga egadir. Demak, ular shunday ataydi: ilohiy ilhom, haqiqiy ishonch, ochiq bilim Alloh tarafidan bo'lgan ladunni ilmi, mukashafa kabilardir. Bu nomlarning barchasi jimjimador so'zlardir. Bu hammasi kufr, shirk, aldov va maynavozchiliklarni bezatib ko'rsatishdir. Bu zalolatni ziynatlashdan boshqa narsa emas. O'shanday so'zlar bilan qabihlikni yashirmoqchi bo'ladilar. Ladunni ilmi, mukashafa ilmi, ilohiy ilhom, yashirin sirlar ilmi. Ular hatto bu haqida bayt ham yozishgan. Musa Xizr bilan sabr toqat qila olmadi. Omi Tolib haqida gapirmasa ham bo'lar. Kim haqiqiy bilim sirini birovga ochsa, mol mulkidan ajrashi va qon to'kilishiga sababchidir. Ko'ryapsizmi? Kim haqiqiy bilim sirini birovga ochsa deyapti. Bu yerda o'tirganlarning hammasi birovdir. Negaki hech qaysi biringiz haqiqiy bilimga ega emassiz. Demak, Musa Xizr bilan sabr toqat qila olmadi. Omi Tolib haqida gapirmasa ham bo'lar. Ular qanday jimjimador so'zlar yozganini ko'rdingizmi? Bu hammasi shayton va jinlar jilolagan so'zlardir va haqiqatda ushbu so'zlarni odam suratidagi shayton yozgan. Odam sifat shaytonlar va shayton sifat jinlar zohiriy va botiniy ilmlar islomda borligiga sizni ishontirish uchun birga ishlaydi. Maqsadi odamlar ishonsinki, botiniy ilmlarga asoslanib yashaydigan avliyolar bor va zohiriy bilimlar bilan yashaydigan oddiy qora xalq bor va hatto namozda ham yashirin sir borligi haqida gapiradi. So'zini isbotlash uchun Musa va Xizr voqeasini dalil qiladi. Xo'sh, ularning dalili nimada? Ularning dalili Xizr alayhissalomda yashirin sir, ladunni ilohiy ilhom ilmi bor va u payg'ambarlardan biridir. Alloh o'zi bilgan yo'l bilan Xizr alayhissalomga ladunni ilohiy ilhom ilmini berdi va vahiylar tushirdi. Payg'ambarlar va elchilarga vahiy tushishligi aniq narsa, lekin oddiy odamlar, solihlar va avliyolarga ham vahiy tushishi mumkinmi? Ularga ham Jabroil farishta tushadimi? Yo'q, albatta. Musa Xizr bilan sabr toqat qila olmadi. Omi Tolib haqida gapirmasa ham bo'lar. Kim haqiqiy bilim sirini birovga ochsa, mol mulkidan ajrashi va qon to'kilishiga sababchidir. Ularni aytishicha, Musa alayhissalom yuzaki bilimlar egasi bo'lgan, Xizr alayhissalom esa yashirin sirli ilm egasi bo'lgan. Musa payg'ambar bo'lgan, Xizr esa avliyo. Payg'ambar bo'lgan Musa avliyo Xizrni ayblay olmagan. Dalilni qarang, qanday kuchli dalil. Lekin shunday bo'lsa-da, bu zalolatdir. Allohga qasamki, bu yo'ldan ozishdir. Ular shunday himoyalanadi. Haq yo'lidaligini isbotlash uchun ularda bundan boshqa turli tuman o'zlarini oqlaydigan usullar bor. Ular hammasini botiniy ilmga mengzaydi. Kimki shu ishlar bilan shug'ullanar ekan, ularning barchasi xuddi Halloj ibn Arabiy kabidir. Allohga qasamki, ularning yo'li bir. Allohga qasamki, ularning barchasini usuli va qoidasi bir. Ular shu usul bilan odamlarni to'g'ri yo'lga boshlaymiz deb hisoblaydi. Men o'zim ulardan biri edim. Biz o'shanday shayxlarni davrasida tahsil olganmiz. Shunday maxsus davralar borki, ularda qatnashgan odam Alloh bilan yuzma-yuz o'tirishi mumkin.
Shunday davralar borki, unda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam qatnashardi, ammo uni faqat qutbgina ko'ra olishi mumkin. Va'tidlar, naqiblar va najiblar ko'ra olmasdi, faqat qutbgina ko'ra oladi. Shunga o'xshash narsa har kimda oddiy xalq orasida ham bor. Odamlar bir joyga to'planadi-da, ma'lum bir so'zlarni zikr qiladi. Bir oz vaqt o'tib, hammalar o'rnidan turadi-da, "Marhabo ya Rasululloh, marhabo ya Mustafa" deydi. Xo'sh, o'rnidan turib Mustafoga salom berish nimani anglatadi? Bu qiliq shuni anglatadiki, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ushbu yig'inga tashrif buyurdi. Bu degani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam biz o'tirgan Muhammad Abdul Karim masjidiga tashrif buyurdi va bir vaqtning o'zida boshqa masjidlarga va xonadonlarga tashrif buyurdi. Qaysi tomi ketgan shunga ishonadi. Demak, u bizning masjidda hozir bo'ldi. Dungaladagi masjidga ham keldimi? Ha, keldi. Junaydagachi? Ha. Arkavitgachi? Ha, keldi. Hammasiga bir vaqtning o'zida kelgan. Hammasi bir vaqtning o'zida o'rinlardan turib payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni kutib olgan bir shaxs, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir vaqtning o'zida hamma joyda paydo bo'lgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam televizormidiki hamma joyda bir paytda paydo bo'lsa, yo'ldan og'ish bo'lsa shunchalik bo'lardi. Bularni hech qaysi birini islomga aloqasi yo'q. Xullas men o'zim qutb darajasiga yetishganimda ana o'shanday payg'ambar qatnashadigan davrlarda o'tirardim. Demak, biz zikr uchun davra qurib o'tirardik. O'rtaga esa 6 kishiga mo'ljallangan oppoq choyshab yozilgan. Choyshab o'rtada, biz esa atrofida. Xo'sh, choyshabdan maqsad nima? Choyshabdan maqsad payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelib unga o'tiradi. Biz ma'lum bir holatgacha zikr qilardik va yonimdagi birodarim u ham qutib aytardiki, "Quddi." Bu so'z shuni anglatardiki, aytib turgan zikrimizni to'xtatib, maxsus odamlar zikrini boshlardi. Masalan, bitta misol, zikrlarni sanog'i ko'p, lekin hamma biladigan zikr bor. La ilaha illalloh. Biz ushbu zikrni oddiy odamlar zikri deymiz. Ya'ni yuzaki ilmga ega avom xalq zikri. Bizga o'xshagan maxsus odamlar, shayxlar, qutublar, avliyolar va yetishganlarning esa boshqa zikri bor. Va hattoki maxsus odamlar zikridan keyin tanlanganlarning zikri bor. Undan keyin esa maxsus tanlanganlarning zikri bor. Bizning tizim shunday edi. Lekin oddiy odamlar bilan la ilaha illalloh yoki boshqa oddiy zikrlarni aytishimiz mumkin. Xullas bizda sakrab o'tish degan narsa bor. Biz boshida la ilaha illalloh deymiz, keyin esa uni o'zgartirib maxsus odamlar zikriga o'tamiz. Keyin tanlanganlar zikriga, keyin esa maxsus tanlanganlar zikriga. Mana choyshabni atrofida o'tirib yuzaki bilim zikrini boshlaymiz. Destur ver yahu, destur ver ya Hazreti Pir, destur ver ya Rizal Gayb Nevetilillah. Allah, 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 Allah. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Keyin qud deyilsa, la ilaha illallohni bir so'zgacha qisqartiramiz. Bu maxsus odamlar zikri. Alloh, Alloh, Alloh. Qud
Mana ikkinchi belgi. Endi biz Alloh so'zini o'zgartirib hamda ikkiga bo'lib aytamiz. Men yarmini aytsam, sen qolgan yarmini aytasan. Men boshlayman, sen esa davom ettirasan. Allahu Allahu men Allah desam sen hu deysan. Keyin Allah so'zini olib tashlaymizda eng sirli zikrga o'tamiz. Haqiqiy sirli bilim bo'lgan ladun zikrga o'tamiz. Bu zikrni bizga Allohning o'zi o'rgatgan emish. Demak biz Allah so'zini olib tashlaymizda faqat hu deb ikki o'xshab akillaymiz. Shu zikrmi? Biz dinni buzib tashlaganmiz. Ahmoqgarchilik bo'lsa shunchalik bo'lardi. Ko'rdingizmi qanday qilib shayton sekin astalik bilan odamni tubanlikka yetaklashini. Jamiki olamlarda la ilaha illalloh zikridan afzal zikr yo'q. Shayton odamlarni qanday egallab olishini ko'rdingizmi? La ilaha illallohdan sekin asta uzoqlashtirib dindan chiqaryapti. Ya'ni la ilaha illallohni Allohgacha qisqartiryapti, keyin esa ikkiga bo'lib o'zgartiryapti. Oxir oqibat itga o'xshab xulatyapti. نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على بذكر الله طمئن القلوب. بلى الله 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 الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي 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 هاي. Shuni zikr deyishyapti. Kimni zikri bu? Allohga yetishgan avliyolarning zikri. Bu sufiylarning yuqori cho'qqisi, islomga taalluqsiz ahmoqona ishlar. Faqatgina Alloh lafzidan tashkil topgan zikr yo'qdir va bizga Alloh hozir bo'ladigan yig'ilishlar haqida gapirishadi. Lekin undan oldin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ishtirok etadigan yig'ilishlar haqida gaplashamiz. Biz zikrlarni yuqoridagi tartibda zikr qilganimizdan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kirib keladi. Men qutb bo'lganim sababli uni ko'raman va birinchi bo'lib o'rnimdan turaman. Men payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yashil tusdagi nur holatda kirib kelayotganini ko'raman. To'q yashil emas, ochiq shaffof odam tusida ko'raman. Qarshimdagi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salom beraman, chunki men tariqatning qutbiman. Assalomu alaykum. O'tiring. Assalomu alaykum. Ikkinchi odam kim bilasizmi? Abu Bakr. Undan keyin Umar, keyin Usmon, keyin esa Ali. Men ularni hammasini o'tirgizaman. Eng oxirida shu tariqatning asoschisi kirib keladi va u 6-odamdir. U choyshabga 6 kishi sig'adi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam chahoriyorlar va tariqat asoschisi. Shundan keyin biz har xil zikrlarni turli yo'sinda aytamiz. Men hozir u zikrlarni eslashni ham xohlamayman. U zikrlar shaytoniy aljirashdan iborat. Bularning hammasi shayton sifat odamlar bilan iblis jinlarning mehnat mahsulidir. Payg'ambar qatnashadigan davrlardan keyin biz Alloh hozir bo'ladigan yig'ilishda to'planar
qilardik. Ya'ni endi biz Allohning huzuriga mehmonga borib, u bilan birga bir davrada suhbatlashamiz. Farruh ismli tanishim bor edi. Uni aytishicha, qachonlardir u o'zining ustozi Hazrat bilan ana o'shanday Alloh hozir bo'ladigan davrada ishtirok etgan va Alloh bilan suhbat qurgan. Xullas kalom suhbatni oxirida uni piri, ya'ni doimo Allohning rizoligini so'rab yuradigan Hazrat Allohdan 3 narsani so'ragan. 3 ta narsa va Alloh ikkitasini ijobat qilgan, 3-chi so'ragan narsasini rad qilgan. Xo'sh, ustozi Allohdan nimalarni so'ragan edi? Yaxshilab quloq soling. Aytishicha, uni piri Allohdan birinchi so'ragan narsasi, kimki uni tiriklikda oldiga borib ziyorat qilsa va barakotidan bahramand bo'lsa, uni haj va umra qilgan hisoblansa, hamda qiyomat kuni shayx o'sha ziyoratchini shafoatchisi bo'lsa va Alloh bunga izn berdi. Endi kimki shayx Hamidni oldiga kelib, uni ziyorat qilsa, haj va umra qilgan hisoblanadi va qiyomat kuni men seni shafoat qilaman hamda birinchilardan bo'lib men bilan birga jannatga kirib ketasan. Yo sizlar bunga shubha qilyapsizlarmi, a? Ziyoratimga kelasanmi-ki? Yaxshi, barakotimdan seni bahramand qilaman. Demak, sen haj va umra qilgan hisoblanasan va qiyomat kuni aniq jannatga kirasan. Alloh bunga ruxsat berdi. Xo'sh, ikkinchi so'ragan narsasi-chi, u o'lganidan keyin kimki uni qabrini ziyorat qilsa va qabrini aylanib tavof qilsa, u haj va umra qilgan hisoblansin va qiyomat kuni uni o'zini va oila a'zolarini ham shafoat qilsin va Alloh bunga izn berdi. Demak, kim bo'lishidan qat'i nazar, shayx o'lganidan keyin uni qabriga ko'mgach, qabr ustiga maqbara qurilgach, kelginda qabrdagi murdani tavof qil va sen jannatga kirasan. Ularning iddaosicha, agar sen kofir bo'lsang-da, shayx seni shafoat qiladi va jannatga kirasan. Nafaqat sen, balkim oila a'zolaring ham jannatga aniq kiradi. Hamma urug' aymoqlaring emas, faqat oila a'zolaring, ya'ni xotining va farzandlaring. Va Alloh bunga izn berdi. Qanday ham muruvvatli u Hazrat, unga va bizga Allohning rahmati bo'lsin. Amin. Lekin shayxni so'ragan 3-chi narsasiga Alloh izn bermadi. Ya'ni bir yig'ilishda shayx Allohdan 3 ta narsani so'radi. Alloh avvalgi ikkitasiga izn berdi, lekin 3-chisiga rad javobini berdi. Xo'sh, u nima so'ragan edi? Aytishicha, shayx o'zini qiyomat kuni do'zaxga kiritishligini Allohdan so'ragan va Alloh unga rad javobini bergan. Qarangga, shayx piri komil o'zini do'zaxga tashlashligini Allohdan so'ragan, Alloh esa bunga rozi bo'lmagan va men seni do'zaxga aslo kiritmayman degan emish. Shu ertak bo'lmasa nima ertak bilmadim. Qarang, piri komil o'zini jahannamga tashlashligini Allohdan iltimos qilgan, lekin Alloh rad qilgan. Nega endi Alloh shayxni talabini rad qildi? Sababi bordir. Shayxni do'zaxga kirishligidan maqsadi nima edi-yu? Nima uchun Alloh bunga izn bermadi? Chunki g'aybni bilguvchi Alloh aniq biladiki, agarda shayxni do'zaxga kiritsa, shayx jahannam olovi bilan aralashib, uyg'unlashib ketadi-da, olov maysaga aylanadi va Alloh shundan keyin biror bir kofirni azoblay olmaydi. Ko'rdingizmi ularni o'ylab topgan narsasini? Allohga qasamki, iblis hayratda. Iblis o'ylayaptiki, bu odam o'ylab topgan narsadan keyin undan-da hayratlanarli narsani o'ylab topa olmaysan deb o'tiribdi. Ahmoqgarchilik bo'lsa shunchalik bo'larda. Allohga qasamki, iblis ham bu gaplarni gapirmagan. Aytgancha bilib qo'yishlaring kerakki, iblis hech qachon Allohning nomidan boshqa narsa bilan qasam ichmagan. Ajablanarli eshitildimi sizlarga? Iblis taloq bilan, kuchi bilan va boshqa narsalar bilan qasam ichmagan, faqat Alloh nomi bilan qasam ichgan. Bizchi biz musulmonman deganlar o'rtaga qo'yib qasam ichmagan narsamiz qolmadi. Qur'onga qasam, nonga qasam, farzandimga qasam, sog'lig'imga qasam, xotinim taloq bo'lsin va pirimga qasam deymiz. Odamlar qilayotgan nayranglarni ko'rib iblis hayratda. Alloh biladi, agarda shayxni do'zaxga kiritsa, shayx do'zax olovi bilan birlashib, aralashib ketadi-da, olovni maysaga aylantiradi. Undan keyin Alloh iblisni ham jazolay olmaydi. Har yashil maysa bilan qanday
jazolash mumkin. Agarda Hazrat do'zaxga kiritilsa, maqsadni qarang. Demak, u shayx shunchalik donoki, donoligi bilan Allohni ahmoq qilmoqchi. Aytayaptiki, meni do'zaxga tashla. Lekin Alloh unga rad javobini bergan. Negaki shayxni do'zaxga kirishligidan maqsadi do'zax alovini ko'k maysaga aylantirish. Ana o'shandan keyin Alloh kofirlarni endi qanday jazolayman deb qiyin ahvolga tushib qoladi. Negaki maysa bilan jazolab bo'lmaydi-da. Holatni angladinglarmi? Alloh qatnashadigan yig'ilishlarda shunga o'xshash narsalar bo'larmish. Ularning gapiga qarangga, dinga ta'alluqsiz bema'ni gaplar. Allohga qasamki, aynan shu narsa shirkdir. Agarda shirkdan kattaroq gunoh bo'lganida, men shu gunohni shirkdan katta gunoh derdim, lekin shirkdan katta gunoh yo'qdir. Ularni qo'rqmasdan Alloh haqidagi fikrini qarang. Alloh sabrli zotdir. Aksari odam Allohni muntazam tahqirlaydi. Alloh esa ularni rizqlantiradi, kiyintiradi va yana ko'p foydalantiradi. Shuncha kufrdan keyin ham Allohning havosidan nafas olib yuribdi. Albatta olamlar Robbisi Alloh sabrli zotdir. Allohga nisbatan odamlarni tuturuqsizligini qarang. Robbimiz esa shu ishlardan keyin ham bizni rizqlantirib, dunyoda foydalantiryapti. Shuncha ishlardan keyin men ahmoq nima qildim? Inna lillahi va inna ilayhi rojiun aytib o'tganlarimning barchasi sehrgarlarning alomati va sehrgarlar sizlar o'ylagandan ko'ra ko'pchilikni tashkil qiladi. Odamlarni ko'p ushlab o'tirmaslik uchun ikkinchi mavzuni keyingi safarga qoldiramiz. Inshaalloh va biz ko'z tegishi nazar haqida gaplashamiz. Bu mavzu ham o'ta muhimdir. O'ylaymanki, odamlar o'zlari uchun foyda oladi. Negaki ko'z tekkanni davolash usuli juda oson va odamlar bu haqida bilmoqchi bo'lsa, keyingi safar albatta kelishlari shart. Keyingi safar kelganingizda o'zingiz bilan qog'oz qalam olib kelinglar va biz nazar haqida gaplashamiz. Uni davolash oson va bu ishni har biringiz o'zingiz bajarishingiz mumkin hamda barcha tushunmovchiliklarga aniqlik kiritamiz. Shu bilan birga ko'z tegishini, xavfliligini va undan qanday saqlanish mumkin hamda sizni ko'zingiz boshqaga tegmasligi uchun nima qilish lozimligi haqida gaplashamiz. Buni hamma bilishi shart. Ko'z tegishi haqida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam xabar berganlar. Shuni bilingki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aldamaydi. U doimo haqni gapiradi. Alloh taolo Qur'onda astag'firullah botib ketayotgan yulduzga qasamki, sizlarning sohibingiz ya'ni Muhammad alayhisalom zalolatga ham ketgani yo'q, yo'ldan ham ozgani yo'q va u sizlarga keltirayotgan Qur'onni o'z havoyi xohishi bilan so'zlamas. U Qur'on faqat Alloh tomonidan payg'ambarga vahiy qilinayotgan, tushirilayotgan bir vahiydir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, mening ummatimni ko'plari Allohning qadari bilan ko'z tegishidan vafot topadi. Faraz qilaylik, qabristonga 1000 ta mayit ko'milgan. Xo'sh, ularda nechtasi ko'z tegishi sababidan olamdan o'tganligini taxmin qila olasizmi? 800-900 tasi nazar sabab olamdan o'tganligiga ishonasizmi? Lekin odamlar ulardan hatto bittasini ham nazar sababidan o'lganligini tasavvur ham qilmaydi. Negaki ko'p ishlarga nazar sabab bo'ladi. Lekin odamlar bundan bexabar. Odamlar foydasiz, bil'aks zararli ishlar bilan mashg'ul bo'lgani holda foydali ishlarni tark qiladi. Agar ular dinlarini o'rganganda edi, juda ko'p yaxshiliklarni topgan bo'lar edi. Shu sababli nazar haqida keyingi safar gaplashamiz. Bu yerda o'tirganlarning vaqtini olmaymiz-da, ularga savol berishlik uchun imkoniyat beramiz va inshaalloh keyin ma'ruzani tugallaymiz. Birodar, savolingizni ayting. Alloh sizga baraka bersin. Birodarimiz juda muhim savolni berdi. Shu sababli javobni e'tibor bilan eshitinglar. U yuqorida aytganlarimizga asoslanib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'rish mumkinmi deb so'radi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kimki tushida meni ko'rsa, demak meni aniq ko'ribdi. Chunki shayton meni siratimga kira olmaydi. Ushbu hadisning ma'nosini biz yaxshilab tushunib olishimiz shart. Negaki shu masalada ko'pchilik fitnalarga uchragan. Kimki tushida meni ko'rsa, demak meni aniq ko'ribdi. Chunki shayton meni siratimga kira olmaydi degan hadisning sahihligiga shubha bo'lishi mumkin emas. Demak hadisning ma'nosidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni hayotda ko'rish mumkin degan tushuncha chiqmaydi. Bu yerda gap payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni tushda ko'rish haqida ketyapti. Ahamiyat bering. Ushbu hadisda odamlar e'tiborsiz qoldirayotgan
faqirralar bor. Keling tushni qo'yib turaylik-da, menga aytingchi, o'ngingizda sizga qarab kelayotgan nurni ko'rganmisiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizningcha nurmi? Payg'ambarimiz nur bo'lmagan. Demak, oldimizga kirgan narsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam emasligi aniq. Yashil nur. Payg'ambarimiz yashil rangli nur bo'lganmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yuz tuzilishlari, jussalari haqida aniq ma'lumotlar bor. Ayting, ey pok Parvardigorim, men faqat elchi payg'ambar bo'lgan bir odam edim-ku. Ya'ni odam atoning zurriyoti, ya'ni ota-onasi bo'lgan u taom yer va bozorlarda yurardi. Astag'firullah. Ey Muhammad, biz sizdan ilgari yuborgan barcha payg'ambarlar ham shak shubhasi taom yer va bozorlarda yurar edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga juda ko'p ziyon, zahmat va hatto jarohat yetkazishgan. U inson bo'lgan, kirib kelgan narsa esa jilvalanib turadigan nur bo'lsa, tig'ni olib sanchchi zarar yetkaza olasanmi ekan? Yo'q, albatta. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inson bo'lgan, lekin o'zini sifatlari bilan oddiy odamlardan afzal bo'lgan. U payg'ambarlardan biri va ularning so'nggisidir. Sallallohu alayhi vasallam yaralgan mahluqotlarning eng afzalidir. Demak, shaytonni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni suratiga kirishligi haqida diqqat qiling. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni xuddi qarshingda tirikday turganligini ko'rishlikning iloji yo'q va bu mavzu yopildi. Lekin sen agarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni shunda ko'rsang, quyidagilarga ahamiyat ber. U senga men Muhammad sallallohu alayhi vasallamman deb aytdimi yoki sen o'zing shunday xulosa qildingmi? Diqqat qil. Sen tushingda bir qiyofani ko'rding va o'zingcha mana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam deb xulosa qilding. U esa senga hech narsa degani yo'q. U senga men payg'ambarman dedimi? Ya'ni payg'ambarlardan bir payg'ambar ma'nosida yoki Muhammad payg'ambarman dedimi? Yoki men payg'ambarman deganligi uchun uni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam deb xulosa qildingmi? U senga ko'rinib men Muhammad payg'ambarman demadi-ku, faqat men payg'ambarman dedi xolos. Payg'ambarimizdan tashqari yana juda ko'p payg'ambarlar yashab o'tganki, u o'zini ismini Muhammad deb aytmadi-ku. U bunday demadi. U payg'ambarman dedi. Sen esa hayolotingdagi tasavvuringda u o'zini payg'ambarman deganligi uchun demak u payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam deb o'yladingmi? Birinchidan biz shu kabi holatni farqlay olishimiz kerak. Ikkinchidan u senga biror narsa haqida gapirdimi yoki biror bir ko'rsatma berdimi? Aytaylik, u senga biror ish qilish uchun ko'rsatma berdi. Tahlil qilchi, uni bergan ko'rsatmasi tiriklikdagi islomning haq yo'liga mos tushadimi yoki zid tushadi? Balkim yangilikdir. Negaki aksar odamlar shuda payg'ambarni ko'rib undan ko'rsatma olganligi sababidan bidat ishlarga qo'l uradi. Aytadiki, shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim va menga shu ishni qilishni buyurdi. Va bunga o'sha krimi yorqin misol bo'la oladi. Ha, o'sha sizlar taniydigan krimi. U payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tushida 3 marotaba ko'rdim degan. Menga uni so'zlarini o'zini og'zidan eshitganlar aytib bergan. Uni aytishicha, tushida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unga ummatni har qanday kasalliklardan davolab saqlab qolishlikni buyurgan. 3 marta bir xil tush ko'rganidan keyin ustozlaridan maslahat so'ragan. Ustozlari esa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buyurdimi, demak bajargin deb fatvo bergan. U kuydirish orqali odamlarni davolay boshlagan. Boshi og'risa ham kuydirgi, qorni og'risa ham kuydirgi bilan davolayvergan. Bu haqda hammangiz eshitgansiz. Bu voqea hamma yoqda ovoza bo'lgan. Shu sababli chuqurlashmaymiz va natijada uni qo'lda nechta odam o'lib ketdi. Shu kabi kulfatlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning buyrug'i bilan bo'lishi mumkinmi? Yo'q, albatta. Yana bir bor yo'q. Yaxshi, kuydirib davolash taqiqlanganmi, yo'qmi? Kuydirib davolash joiz, lekin undan qaytarilganmiz. Kuydirib davolash sunnatda bormi? Ha, sunnatda bor. Faqat chorasiz qolgandagina kuydirib davolash mumkin. Nega shunday? Negaki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 3 narsada dardga davo mavjuddir. Asal ichmoq, qon oldirmoq hamda yaraga tamg'a qizdirib bosmoq. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men ummatimga yaraga tamg'a qizdirib bosishlikni man qilaman deganlar. Demak, biz kuydirib davolashdan chetlashimiz kerak. Birodar, sen tushingda ko'rgan odam o'zini payg'ambarman desa, darrov payg'ambarni tushimda ko'rdim deb xulosa qilma. Balkim u
u shaytondir. U payg'ambarman deya oladi, lekin Muhammad payg'ambarman deya olmaydi. U payg'ambarman deganda boshqa ko'p payg'ambarlardan birini nazarda tutib aytishi mumkin, lekin Muhammad payg'ambarman deya olmaydi. Shayton va jinlar boshqa payg'ambarlarning siratiga kira olmaydi degan oyat yoki hadis yo'q. Hadisning ma'nosi esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siratiga shayton kira olmasligini bildiradi. Agar sen tushingda shu kabi narsalarni ko'rsang, avvalambor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siratlari bilan ko'rgan narsangni solishtir. Tushingda ko'rganing payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siratlariga mos keladimi, yo'qmi? Sunnatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siymolari ta'riflangan, solishtirib ko'r. Bunga men va qo'shnim yaqqol misoldir. Inshaalloh agar qo'shnim rozi bo'lsa, keyingi safar uni o'zim bilan birga olib kelaman. Yana bir odam bor, u boshqa masjidga boradi. Shayx Husayn, men oxirgi marta ma'ruza qilgan masjidning nomi nima edi? Ha, Munazzama masjidi. U odam o'sha masjidda namoz o'qiydi. Men sizlarga ikkala bo'lgan voqeani aytib beraman va ma'ruzaga yakun yasaymiz. Birinchi voqea, meni oldimga Muhiddin ismli ro'para qo'shnim keldi. Uni xursandchiligini cheki yo'q edi. Nimadan shunchalik xursandligidan bexabarman. U aytdiki, bugun nonushta ham qilma va tushlik ham qilma. Men seni va yana falonchilarni mehmon qilaman dedi. Mashallah. Sababi nima deb so'radim. Keyin bilib olasan, men sizlarni baliq go'shti, mevalar va har xil shirinliklar bilan kechqurun mehmon qilaman. Shu sababli uyimga ko'p yeydigan bo'lib, ochqa boringlar, bir mehmon qilay dedi. Yaxshi, men ko'ryapmanki sen juda xursandsan dedim. U esa Alloh hammamizni birga xursand qilsin dedi. Gap nimada ayt desam, u hozir shoshib turibman, keyinroq gaplashamiz dedi. Men yo'q, hozir aytasan, nima bir o'zing xursand bo'lib yuraverasanmi? Meni ham xursandchiligingga sherik bo'lay dedim. U sababi shuki, kecha kechqurun men masjidda xufton namozidan keyin vitrsiz 2 rakat namoz o'qidim. Tashahhuddan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 7000 dan ortiq salovat aytdim dedi. U qanday salovat ekan deb so'radim. Natijada u o'qigan salovat sunnatdan emasligi aniqlandi. Bu salovatlarni hammasini u namozni ichida turib zikr qilgan. Bir oz o'tib ko'zimga uyqu keldi va men o'sha joyda uxlab qoldim. Shundan keyin oldimga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldi dedi. Men unga javoban sollallohu alayhi vasallam dedim. U aytdiki, oldimga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldi-da salom berib yonimga o'tirdi. U senga nima dedi? Assalomu alaykum Muhiddin dedi. Men alik oldim. Boshqa hech narsa degani yo'q. Men aytdimki, yaxshi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida aytilishicha, kimki meni tushida ko'rsa, haqiqatdan ko'ribdi. Chunki shayton mening qiyofamga kira olmaydi dedilar. Ha, xuddi shunday. Hadis sahih-ku dedi. Men albatta 1000 karra sahihdir dedim. Unda kelishdik. Endi sen ham mendek xursandsan dedi. Ha, shunday dedim. U yaxshi, men ketishim kerak degandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tushingda ko'rgan siratini aytib bermaguningcha hech qayerga ketmaysan dedim. U ezmalik qilma dedi. Men esa meni ezmaligim bilan ishing bo'lmasin. Seni fikringcha men noto'g'ri savol berdimmi dedim. U esa seni bilaman-ku, hozir yo'q yerdan nimanidir topasan dedi. Sen bilan rostmana xursand bo'lmoqchiman-da dedim. U esa yo'q, men ketdim dedi. Men unga ko'rgan narsangni gapirib bermasang, mehmonga bormayman dedim. Yaxshi, mayli aytib beraman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana u tomondan men tomonga yurib kelib yonimga o'tirdi. Yaxshi, uni siymosini ta'riflab ber dedim. U esa menga qara, sen hadisga ishonmaysanmi dedi. Ishonaman albatta. Hadisni qo'ya turaylik-da, ko'rganingni gapirib ber. Chunki hadisni men sendan ko'ra yaxshiroq tushunaman. Meni hadisga shubham yo'q. Meni shubham sen ko'rgan tushda dedim. U aytdiki, nima bo'lganda ham men ko'rgan zot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedi. Yaxshi, ta'riflab ber dedim. U ta'riflay boshladi. Terining rangini ko'ryapsanmi? Uni rangi shundan sal oqroq edi deb terimga ishora qildi va men inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedim. Demak, mendan salgina oqroqmidi? Ha, shunday. Yaxshi, davom et. Kalta jaylabi kiygan edi. Qanaqa jaylabiya? Aniq bilmadim-ku, lekin menimcha tatra bo'lsa kerak. U sudancha salla o'ragan edi. Yana u esladiki, uni bo'yni odatdagidan tashqari uzun edi. Uni bo'yni uzunmidi? Ha, inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U bu bilan nima demoqchisan dedi. Aytdimki, seningcha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bo'yinlari
safarlari shunaqa uzun bo'lganmi? Yaxshi davom et. Bilasanmi, meni eng hayron qoldirgan narsa uni iyagi edi. Iyagi nima qilibdi? Saudiyaliklarni iyagini ko'rgansan-ku, iyagini o'zida soqol bor, chiroyli qilib qirtishlab oladi va mo'ylabi bor. Boshqa yerda soqol yo'q. Aynan shunday ko'rdingmi? Ha, aynan shunday. Men la havla va la quvvata illa billah dedim. Unga davom et dedim. U esa eslash qiyin bo'ldi. Keyin ha esladim. Uni har ikkala yonog'ida 3 yoki 4 tadan chandig'i bor edi dedi. Men la havla va la quvvata illa billah. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. O'zidan boshqa sig'inishga loyiq zot bo'lmagan Allohga qasamki, sen tushingda ko'rgan odam payg'ambar sallallohu alayhi va sallam emas dedim. U esa o'zidan boshqa sig'inishga loyiq zot bo'lmagan Allohga qasamki, u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdir dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam emas desam, unda kim deb so'radi. Kim bilsin, balkim shu masjidda namoz o'qiydigan chandiqli biror kishidir. Aslo payg'ambar sallallohu alayhi va sallam emas. Yuzda chandig'i bor birodarlarga hurmatsizlik emas-ku, lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yuzda 3-4 tadan chandiq bo'lishini faraz qilyapsizmi? Shundan keyin men unga, birodar, Allohdan qo'rq, seni tasvirlashing bo'yicha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sudanlik bo'lganmi? Boshidanoq bema'ni gapni gapirding. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mendan sal oqroqmish. Bema'ni gapni qo'ysangchi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sudanlik emaski, meni rangimga rangi o'xshash bo'lsa. Yanachi dedi. Ilgari kalti tarta bo'lmagan. Yaxshi, yana nima dedi? Aytishingcha, uni bo'yni uzun ekan. U bo'yni uzun kim o'zi? Bo'yni uzun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tasavvur qilyapsanmi? Uni iyagidagina soqoli bor dedingmi? Qo'ysangchi birodar, sen bu narsalarni tushunmaysan. Alloh Qur'onda astag'firullah, agar bilmasangiz zikr ahlidan so'rang degan. Birodar, sen o'zing taniydigan va yaxshi biladigan masjid imomidan borib so'ra. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni siyratlab bersin va sen tushingda ko'rgan odam bilan taqqosla. Ikkala yonog'ida chandig'i borligini aytishni unutma. Bor so'rachi, hadisni ham, meni ham va tushingni ham qo'yginda borib so'rachi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yuzlarida chandiq bo'lganmikan? Ular senga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni tasvirlab berganidan keyin solishtir. Agar seni ko'rganlaring ularning ta'rifi bilan mos kelsa, bilginki sen haqiqatda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan bo'lasan. Lekin bilib qo'yki, hech kim senga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni habash bo'lgan va yuzda chandiqlari bor edi demaydi. Xo'p, yaxshi, lekin hadis sahih-ku? Ha, sahih. Unda nega shayton payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siyratiga kira oldi? Yo'q, aslo yo'q. Shayton payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siyratiga kirgani yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siyratlari ma'lum va mashhur. Borginda tegishli kitoblardan qidir va tushingdagi odam bilan solishtir. Agarda mos kelsa, demak aniq payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni tushingda ko'ribsan. Endi agar mos kelmasa, demak shayton payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siyratiga kirgani yo'q. Bu shayton boshqa bir shaytonni yoki biror bir odamni shakliga kirdi xolos. Allohga qasamki, men o'zim o'shanday payg'ambarni 3 martadan oshiq ko'rganman. O'zidan boshqa iloh bo'lmagan Allohga qasamki, men gapirayotgan gaplarim haqida qiyomat kunida so'ralaman. Men unday tushlarni 3 dan ortiq ko'rganman va Allohga qasamki, har safar boshqa odamni ko'rganman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hamiliyonmidiki, har safar boshqa tusga kiradi. Johilligim sabab ko'rganlarimni hammasini payg'ambar sallallohu alayhi va sallam deb ishonganman. Birinchi marta ko'rganimda ustozimni oldiga borib tushimni aytib berdim. U mashalloh, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'ribsan dedi va men juda xursand bo'ldim. Ikkinchi safar esa uni shunday badbashara holatda ko'rdimki, gapirgim kelmaydi. Boshqa shayxga borib tushimni aytsam aytdiki, bu aniq payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Faqat u seni amaling ko'rinishida ko'rinibdi. Birinchi safar juda chiroyli edi, ikkinchi safar badbashara. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdir. Chunki shayton payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siyratiga kira olmaydi dedi. Avval seni amallaring yaxshi bo'lgan, shu sababli chiroyli ko'ringan. Hozir esa ixlosing kamaygandir-da, xunuk ko'ringan dedi. Uchinchi safarda ko'rganim haqida gapirishni ham xohlamayman, lekin menga
baribir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'ribsan deb aytishdi. O'shalar payg'ambarmidi? Aslo yo'q, ular payg'ambar emas edi. Ikkinchi voqea. Men Munazzama masjidida ma'ruza qilganimda oldimga o'sha odam keldida, men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni boshqa bir odam qiyofasida ko'rdim va u menga o'sha odamni oldiga borib unga ruku qilishlikni buyurdi dedi. Unga ruku qilgin dedimi? Ha, ruku qil dedi. Xo'sh, nega? Negaki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni qiyofasida, ya'ni Shayx Abu Ray ko'rinishda edi. Bo'yi ham kalta, rangi ro'yi va do'ppisi ham bir xil. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Allohga qasamki, shunda ko'rganing payg'ambar emas. U payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Ray qiyofasida kelmaydi. U men borib Abu Rayga ruku qildim deb aytdi. Men unga sen qilgan ruku shirk va kufrdir dedim. Bu zalolat va aqli noqislikdir. Biladiganlardan so'raylikchi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Ray qiyofasida ko'rinishi mumkinmi? Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Hammasi yolg'on va uydirmadir va hatto tushni ham xato ta'bir qilishadi. Barchani va xususan shu masjidda o'tirganlarning o'ziga xos siymosi bor. Shayton meni qiyofamda kelib, men falonchiman deyishi mumkin. Sen meni taniysan-ku, ko'rgansan-ku. Endi agar sen odamlarga aytsanki, men kecha tushimda Shayx Hamidni ko'rdim va u Shayx Hamidga o'xshamas edi, desang odamlar ishonadimi? Birodar, u boshqa odam. Shayx Hamidni yaxshi taniymiz. U Shayx Hamidman degani bilan Shayx Hamid bo'lib qoladimi? Yo'q, albatta. Birodar, shu sababli tushingda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rsang, sunnatda keltirilgan siyratlarga solishtir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam senga biror ishni buyursa, agarda u buyurgan ishi o'zi olib kelgan dinga mos bo'lsa, bilginki u payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdir. Agarda buyurgan ishi o'zi olib kelgan dinga zid bo'lsa, bilginki u payg'ambar sollallohu alayhi vasallam emas. Imom Malik radhiyallohu anhu tushida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rdi va bu haqida o'zining ustoziga gapirib berdi. Ustozi unga ko'rgan kishini ta'riflab ber dedi. E'tibor bering, Shayx Malikka ta'riflab ber dedi va Malik radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ta'riflab berib aytdiki, men unga bitta savol bergan edim, javob bermadi yoki bergan javobini men tushunmadim dedi. Ustozi, sen ta'riflab bergan odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni siratiga mos kelyapti. Xo'sh, undan nimani so'rading? Ey Allohning rasuli sollallohu alayhi vasallam, meni ajalim qachon deb so'ragan edim. U mana bunday qilib 5 panjasini ko'rsatdi, ammo hech narsa gapirmadi. Men ham hech narsa tushunmadim. Shayx aytdiki, sen shuni tushunmadingmi? U yo'q, tushunmadim dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bunday qildimi? Ha, shunday qildi. Allohga qasamki, sen tushingda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'ribsan. Seni savolingga 5 panjasini ko'rsatishligini o'zi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ekanligi asos bo'la oladi. Uni yuz tuzilishi bundaymidi? Ha, shunday. Bo'yi undaymidi? Ha, shunday. Uni bunday qilganligi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ekanligini bildiradi. U seni savolingga javob beribdi, faqat sen uni tushunmagansan. U aytdiki, bu qanday javob bo'ldiki, men tushunmasam dedi. Ustozi unga, meni ajalim qachon yetadi deb so'radingmi? Ha dedi. 5 narsani Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Astag'firullah. Darhaqiqat yolg'iz Allohning huzuridagina qiyomat soati qachon bo'lishi to'g'risidagi bilim bordir. U o'zi xohlagan vaqtda, o'zi xohlagan joyga yomg'ir yog'dirur va onalarning bachadonlaridagi homilalarni o'g'ilmi, qizmi, rasomi, nuqsonlimi, baxtlimi, baxtsizmi ekanini bilur. Biron jon ertaga nima ish qilishini bila olmas, biron jon qayerda o'lishini ham bila olmas. Faqat Allohgina bilguvchi va ogohdir. Demak, shu 5 narsani Allohdan o'zga hech kim bilmaydi. O'shalardan biri insonning ajalidir. U 5 panjasini ko'rsatganida savolingga javob bergan edi. Ya'ni 5 ta narsani Allohdan o'zga hech kim bilmaydi va haqiqatda Malik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni tushida ko'rgan edi. Abdulloh ibn Amr aytadiki, kimki meni oldimga kelib, ey Abdulloh ibn Amr, men tushimda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim desa, men unga ko'rganingni ta'riflab ber deyman. U ko'rgan tushini ta'riflab bergach aytardiki, sen payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rmabsan, sen ko'rgan odam ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam emas der edi. Boshqa bir odam kelib, tushimda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim desa, ko'rganingni ta'riflab ber derdi. U ko'rgan tushini ta'riflab bergach aytardiki, ha, mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdir der edi. Shunda qanday sirat ko'rishingdan qat'iy nazar, uni
payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deb xulosa chiqarishga shoshilma, chunki uni siyrati payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning siyratiga mos tushishi kerak. Sizlarga Allohning barakoti bo'lsin. Oxirgi savollaringni beringlar. Shunlarni shoshmay turing. Chalkashib ketmaslik uchun avval birinchi savolingizga javob bersam. Birodarimiz savol beryaptiki, sunnatdan bizga ma'lum bo'lgan zikrlar bor, lekin ayrim odamlar u zikrlarni tayinli bir sanoq bilan chegaralab olib zikr qiladi. Shu to'g'rimi deb so'rayapti. Bu xato. Shu xato sababidan amallaringga shayton aralashadi. Ahamiyat bering. Qaysiki amalni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chegaralamadimi? Demak, sen ham chegaralama. Sen kim uchun chegaralayapsan? Allohning payg'ambarimisanki chegaralaysan. Hattoki payg'ambarlar ham din ishida o'z fikridan kelib chiqib ish qilmagan. O'zingcha chegaralama, bidatga sababchi bo'lma. Avvalo barcha zikrlar bilan tanishib chiq. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sanog'ini chegaralagan zikrlarni aniqlashtir. Bu zikrni 3 marta ayt dedimi? Demak, to'xta, 4 taga oshirma. Chunki u Allohning hukmlarini bandalarga yetkazuvchi payg'ambardir. 3 marta dedimi? Demak, 3 marta. Ahmoqlik bilan u sanoqni 5, 10, 100 ga oshirish kerak emas. Bu xatodir. 100 ta dedimi? Demak, 101, 200, 300 yoki 696 qilishing joiz emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qayerda to'xtagan bo'lsa, sen ham o'sha yerda to'xta. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sanog'ini bildirgan zikrlar bor. Masalan, 100 marta astagfirullah va atubu ilayhi va yana so'ngida aytdiki, kimki shuni aytsa, ya'ni hadisning mazmuni shundan iboratki, Alloh uni kechiradi, garchi u urush maydonidan qochgan bo'lsa ham. Demak, birinchi hadisda 100 marta dedi. Lekin oxirgi hadisda kimki shuni aytsa dedi, chegaralamadi. Shu sababli oxirgi zikrni qancha xohlasang shuncha zikr qilaver. Agar charchasang to'xtat. Lekin o'zingga ma'lum sanoqni vojib qilib olma. Bugun 10, ertaga 100 ta shu tarzda ketaversang, yangi ibodat turini dinga kirgizgan bo'lasan va shaytonga imkon eshiklarini ochgan bo'lasan. Shu bilan birgalikda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sanog'ini tayin qilgan zikrlar bor. Masalan, namozdan keyin 33 marta subhanalloh deyish kerak. Uni sanog'ini 50 ta 100 taga oshirishni kerak yo'q. 33 tami? 33 ta vassalom. Namozlarda ham shunday. Asr namozi 4 rakatmi? Demak 4 rakat. Biz aytsakki, bugun dam olish kunimiz, vaqtimiz serob, kelinglar asr namozini 5 rakat o'qiymiz. Namoz o'qishlik yaxshi narsa-ku, Allohga ham xush kelsa kerak. Ibodatlarimizni ko'paytirsak, buni nimasi yomon desak to'g'ri bo'ladimi? Albatta noto'g'ri bo'ladi. Duo va zikrlar ham xuddi shunday. Qur'on va sunnatdagi duo va zikrlarni o'qilish sanog'i hadis bilan belgilab qo'yilgan bo'lsa, o'shanga amal qilish kerak. Qur'onni qancha xohlasang shuncha o'qi va bunda o'zingga chegara qo'yma. Biror bir zikrni 313 marta o'qish kerak degan narsalar yo'q. Bu hammasi odamlar o'ylab topgan narsalar. Masalan, ya latif 129 marta, hasbinalloh va ni'mal vakil 50 marta, boshqa oyatlar 129 yoki 313 marta. Odamlar dinga yangilik kiritadi. Bu shayton uchun qulay vaziyatdir. Shu sababdan shayton ularni yo'ldan ozdiradi. Aziz birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chizgan chizig'idan chiqmaylik. Shunda haqda bo'lamiz. Hadisda nima deyilgan bo'lsa, shunga amal qil. Shunda seni dining sog'lom bo'ladi hamda inshaalloh yaratuvchi sendan rozi bo'ladi. Mana shu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb payg'ambarligiga guvohlik berganimiz bo'ladi. Endi agar sen dinga yangilik kiritsang va bidat amallarni qilishlikni davom ettirsang, bilginki va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu degan guvohligingda kazzobsan. Sen tildagina guvohlik berding, lekin amaling aksini ifoda qildi. Sunnatda bo'lmagan 313 yoki 1000 ta deyishlik bilan sen payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni payg'ambarligini ochiqdan ochiq inkor qilyapsan va o'zingni payg'ambar o'rniga qo'yyapsan. Negaki sen dinga unda yo'q narsani kirityapsan. Va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu degani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni chizgan chizig'ida yurishligingni hamda unga yangilik kiritmasligingni bildiradi. Uzr birodarlar, yaxshi. Sizni ikkinchi savolingizni eshitamiz. Senga Allohning barakoti bo'lsin. Bu aynan biz gapirayotgan masala. Agar sen doimiy ravishda oyatul kursi yoki boshqa suralarni tilovat qilib yursang, shubhasiz bu ishing Allohga suyukli bo'lgan amaldir. Lekin bu yerda bir nozik masala borki, odamlarning ko'pi uni tushunmaydi. Bu yerda gap Qur'on oyatlari va suralarni har
kuni ma'lum sanoqda tilovat qilishlikni o'ziga vojib qilib olishingda, ya'ni xatokorlik sanoq miqdori va o'ziga vojib qilib olishlikda xolos. Odamlar o'ylaydiki, zikr dindanmi? Demak, men xohlaganimni qilsam bo'laveradi. Yo'q, albatta. Namoz o'qishlik islomning asoslaridan va Allohga suyukli amaldir. Lekin sen unga yangilik va qo'shimcha qo'shsang, Alloh namozingni qabul qilmasligi aniq. Birodarimiz aytayaptiki, bir kishi o'ziga har kuni oyatul kursini ma'lum miqdorda tilovat qilishlikni vojib, ya'ni virt qilib olgan ekan. Bir qancha vaqt o'tib, uni huzuriga farishta tushganmish va aynan shu tarzda qachonlardir meni shu tarzda aldashgan. Iblislar o'zini farishta deb tanishtirib, meni ham aldashgan. Ular o'zini oyatul kursiga muvakkil yoki boshqa bir oyat va suraga biriktirilgan farishta deb tushuntiradi. Ular o'zlarini islom ravnaqi uchun xizmat qiladiganlar deb tanishtiradi. Aslida ular iblis malaylari, kofir jin va shaytonlardir. Ular farishta emas. Birinchidan bilginki, farishtalar seni talabingni qondirish uchun yaratilmagan. Ular hech qachon sen buyurgan ishni bajarmaydi va senga bo'yin sunmaydi. Farishtalar faqat va faqat Allohning buyrug'ini bajaradi. Allohning buyrug'i bilangina seni balo qazodan himoya qiladi. Lekin sen aytsanki, ey farishta, men uchun mana bu ishni bajar desang, bajaradi deb o'ylaysanmi? Umuman olganda sen farishtani ko'zing bilan ko'rdingmi yoki u senga ko'rindimi? Yoki sen farishta bilan yuzma-yuz gaplashganmisan? Biror marta sen aytgan ishni farishta bajarganmi? Sen kimsanki farishta kelib seni hojatingni chiqarsa? Sen Allohning elchi payg'ambari emassan, bilginki u shaytondir. Alloh taolo aytdiki, astag'firullah, eslang Alloh ularning, ya'ni mushriklarning barchalarini to'plab, so'ngra farishtalarga ana u mushriklar sizlarga ibodat qilguvchi bo'lganmidilar deyilgan kunda farishtalar, pok Parvardigor, sen o'zing bizlarning do'stimizdirsan. Ular emas, yo'q, ular jinlarga ibodat itoat qilar edilar. Ularning ko'plari jinlarga iymon keltirguvchidirlar derlar. Istisnosiz ularning barchasi shayton va jinlardir. Ularni seni oldinga kelishiga sabab sen dinga yangilik, bidatni olib kirding. Shu sababli iblis seni yo'ldan ozdirmoqchi. Meni farishtalarim bor, bobolarim bor deb adashayotgan va odamlarni adashtirayotganlarni son sanog'i yo'q. Aslo ular farishta emas. Farishtalar Alloh huzuridan sen komillikka erishding deyishlik uchun tushmaydi. Yo'q va yana bir bor yo'q. Bu hammasi shaytonlarning hilasi. Shu sababdan biz odamlarni Alloh payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buyurmagan ibodat turlari va virdlarni o'ziga vojib vazifa qilib olishlikdan qaytaramiz va ogohlantiramiz. Bidatni yaxshiga, yomonga ajratib jahannamga yo'l ochmang. Chunki har qanday bidatning nihoyasi do'zaxdir. Bu ishlardan shaytonlar unumli foydalanadi. Chunki ularda odamni yo'ldan ozdirish masalasida minglab yillik amaliyot bor. Sizlarga Allohning barakoti bo'lsin. Kechirasiz birodarlar, men ham charchadim. Asr vaqti ham kirdi. Bugungi yetarli. Hammamizga Allohning hidoyatini so'raymiz. Allohim bizlarga foydali ilm ber. O'zing bizlarga bildirgan narsalaringni bizlarga foydali qilgin. Yaxshi amallar qilishlikni nasib et. Gunohlarimizni yashirgin. Muammolardan omonda saqla. Amallarimizni isloh qil. Bizlarni dinda samimiy qil. Mahkumlarimizni ozod qil. Bechoralarimizga rahim ayla. O'zing bizlarga shifo ber. Fitnalardan omonda saqla. Kuchimiz yetmagan narsalarda quvvat ber. Allohim majlisimizga rahmatingni yog'dir va bizlarni pokdomon qil. Oramizdan birortamizni yaxshiliklardan mosuvo va baxtsiz qilma. Allohim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hovuzlari oldida to'planishlikni bizlarga ato qil. Sevimli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafoatlarini bizlarga nasib ayla. Amin, amin, amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.